Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarim, hurmatli vatandoshlarim. Bugun 1-yanvar, O'zbekistonda yangi yil. Mana shu akalarimiz, mana shu vatandoshlarimiz baliq ovlab, birlari umra safariga yo'llanmani, birlari oq tikoni, yana ikkitasi birda bo'lib qizil tikoni yutib olishdilar va ko'plab sovrindorlar qatorida yana akalar sovrindorlar qatorida kirishdi. Aka umra ziyoratiga mana akamizni o'zlari olib boraman deyishyapti. Xudo xolasa Hasan. Aka boraman, xudo xolasa. Inshaalloh. Aka davomiy bo'lar ekan. Keyingi ovda ham mana shunday, mana shu baliq ovini hamda mana shu tadbirkor akamizni qo'llab-quvvatlasalaring, birga mana shu akam bilan umra sayohatiga, Allohning uyiga, Rasulimizni ravzalariga birga borish nasib qilsin. Amin. Akalar, ukalar, men umraga pulim azligidan, pulim kamligidan mana vatandoshlarimni oldida aytishdan uyalmayman. Akalar, yarim peshkom, yarim mashinada borgan insonman Allohning uyiga. Hammalaringni Allohning uyiga qayta borishlikni nasib qilsin.